Assalomu alaykum, mening qadrli va aziz o'quvchilarim. Kayfiyatingiz, sog'ligingiz yaxshimi? O'ylaymanki, bugungi darsimizga tayyorsiz. Shundaymi, aziz bolajonlar? O'tgan darslardagi topshiriqlarni bajarib, siz meni juda xursand qildingiz. Men sizlar bilan faxrlanaman. Bugungi darsimizda ham diqqatingizni jamlab, berilgan topshiriqlarni a'lo darajada bajarasiz degan umiddaman. Hozirgi darsimiz matematika darsi, mavzu masala yechish. Bugungi darsimizda sizlar masala yechishni o'rganasizlar. Masalaning berilishini to'g'ri o'qib, ma'nosini tushunishga harakat qilasizlar. Matematik fikrlash doirangiz kengayib boradi. Unday bo'lsa, daftaringizni ochib, quyidagilarni yozing. Bugun 13-aprel. Sinfda chiroyli yozuv daqiqasida esa 13 raqamini yozamiz. Daftaringizga bir qator chiroyli qilib 13 sonini to'ldirib chiqing. 13 sonida nechta birlik, nechta o'nlik bor? Ha, barakalla. Bitta o'nlik, 3 ta birlik bor. 13 sonini yozib bo'lganimizdan so'ng matematik diktant yozishga kirishamiz. Uni men sizlarga o'qib eshittiraman. 31, 12, 92, 24, 14, 53. Shularni yozguningizga qadar video lavhani bir ozga to'xtatib turing. Hozir men sizlarga bir savol beraman. Masala o'zi nima bolalar? Masalada nimalar ishtirok etadi? Barakalla, masalani avval sharti bo'ladi. Undan so'ng savoli, masalaga qo'yilgan savol. Undan so'ng yechimi, undan so'ng javobi. Esingizga tushdimi bolalar? Endi diqqat bilan masala yechilishini kuzatib o'tiring. Demak, masalada birinchi bo'lib nima hisobga olinar ekan? Shartini tinglang. Farhod 12 samolyotchani uchirib yubordi. Asqar esa 3 ta ko'proqni uchirdi. Demak, bu masalamizning sharti. Endi savoliga kelamiz. Savoli: Asqar nechta samolyotchani uchirgan? Endi esa yechimi bajariladi. Demak, bolajonlar, yechimda Farhod 12 ta samolyotchani uchiribdi. Asqar esa undan 3 ta ko'proq samolyot uchirdi. Demak, ko'p deganda nima qilamiz? Qo'shamiz. 12 bilan 3 ning yig'indisi 15 ga teng. Endi masalamizda yechish uchun nima qolyapti? Javobi qolyapti. Yozilmagan javobi qolyapti. Demak, javobi Asqar 15 ta samolyotchani uchirgan. Masala tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, qaddimizni tik tutib, daftarimizni yorug'lik tushadigan tarafga qiya qo'yib, nomer 5-masalani qisqacha shartini yozib olamiz. Masalani yozib bo'lgan bo'lsangiz, endi ozgina dam olib olaylik, o'quvchilar. Hozir men sizlarga quyidagi dam olish daqiqasini qo'yib beraman. Sizlar undagi misollarni yechishga urinib ko'ring.
masalaga qaratamiz. Masalaning berilishini o'qiyapman. Diqqat bilan kuzating. Rasmda berilgan sonlarning qaysinisini Oygul o'ylagan, qaysinisini Oybek? O'qiyapman. Agar Oygul o'ylagan sonni 3 ga orttirsak, 18 ni olamiz. Oygul qanday sonni o'ylagan? Agar Oybek o'ylagan sonni 2 ga kamaytsak, 12 ni olamiz. Oybek qanday sonni o'ylagan? Qani, bir urinib toping. Agar topa olmasangiz, o'zingizdan kattalardan so'rang va javobini menga yozib qoldiring. Mana shuning bilan bugungi matematika darsimiz oxiriga yetib qoldi. Uyga vazifani belgilab oling. 67-betdagi nomer 7 geometrik masala. Masalani diqqat qilib o'qing va yaxshilab tushunib, so'ng bajaring. Uchburchakni rasmda ko'rsatilgandek chizing. Bir kesmani shunday o'tkazingki, 3 ta uchburchak paydo bo'lib qolsin. Topshiriqni har xil usullar bilan bajarib ko'ring va daftaringizga chizing.